Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar, tezkor va muhim yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lish va videorolik ostiga bir dona like bosishni unutmang. Shveysariya bankida Lola Tillayevaga aloqador shubhali pullar aniqlandi. Uyushgan jinoyatchilik va korrupsiya haqida xabar berish loyihasi va Le Monde Shveysariyaning Real Intese San Paolo banki hamda Shveysariya moliyaviy bozorlarni nazorat qilish organi o'rtasidagi maxfiy yozishmalarni qo'lga kiritdi. Ularda regulyator bankda pul yuvish sohasidagi zaifliklar mavjudligini va yuqori xavfli hisoblarni yuritishda kamchiliklar bo'lganini tergov qilgani ko'rsatiladi. Mazkur yozishmalarning O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimovning kenja qizi Lola Karimova, ya'ni Lola Tillayeva va uning turmush o'rtog'i Temur Tillayevga ham aloqador ekani aniqlangan. Bu haqda Uyushgan jinoyatchilik va korrupsiya haqida xabar berish loyihasi e'lon qilgan maqolada so'z boradi. Maqolada yozilishicha, Shveysariya moliyaviy bozorlarni nazorat qilish organi tomonidan yuborilgan bir necha batafsil maktublar va ularga Real bankining javoblari 2023-yil yozida o'tkazilgan tekshiruv davomida pul yuvish xavfiga juda yuqori darajadagi tayyorgarlik va zarur ehtiyot choralariga loqaydlik aniqlanganini fosh qiladi. 2024-yil yanvar oyida bankka yuborilgan xatga ko'ra, Shveysariya moliyaviy bozorlarni nazorat qilish organi o'z tekshiruvlarini regulyator qonunchilik buzilishlarini ko'rib chiqadigan ijro etuvchi bo'limga oshirgan. 2012-yilda Shveysariya moliyaviy bozorlarni nazorat qilish organi Lola Karimova, ya'ni Lola Tillayeva va uning turmush o'rtog'i Temur Tillayev mijoz bo'lgan Fidurxo nomli boyliklarni boshqarish firmasi bilan munosabatlar alohida darajada yuqori xavf tug'dirishidan ogohlantirilgan. Oradan 2 yil o'tib ularning kompaniya hisoblari 190 million Shveysariya frankigacha oshgani aniqlangan. Shveysariya moliyaviy bozorlarni nazorat qilish organi Fidurxodan ular bilan aloqani uzishni talab qilgan. Bu haqda keyinchalik Shveysariya moliyaviy departamenti e'lon qilgan qarorda bayon etilgan. Firmadan aloqani uzish so'ralganda Fidurxo rad javobini bergan. Shundan so'ng Shveysariya moliyaviy bozorlarni nazorat qilish organi kompaniya litsenziyasini tortib olish bilan tahdid qilgan. Keyinchalik Fidurxo asoschilaridan biri Tillayev bilan bog'liq shubhali hisob harakatlarini bildirmagani uchun jarimaga tortilgan. Uyushgan jinoyatchilik va korrupsiya haqida xabar berish loyihasi qo'lga kiritgan yozishmalarga ko'ra 2020-yilda Tillayevning Liobel Limited Ins kompaniyasi Real bankida hisob ochgan. 3 yil o'tib esa Tillayevning o'zi ham bankda shaxsiy hisobni ochgan. 2023-yil dekabr holatiga ko'ra hisoblardan birida 83 million frank, ya'ni 97 million AQSh dollari saqlangan. 2024-yil yanvar oyida regulyator Realdan Tillayevga tegishli hisoblar bo'yicha hujjatlarni, shuningdek, O'zbekiston bilan bog'liq bo'lgan barcha mijozlar haqida ma'lumotlarni taqdim etishni buyurgan. Bank esa Shveysariya moliyaviy bozorlarni nazorat qilish organiga Tillayev hisoblarni qayta ko'rib chiqayotganini bildirgan. Bunga sabab sifatida Lola Karimova opasi Gulnora Karimova haqida chiqqan salbiy xabarlar fonida potensial yuqori obro' keltirilgan. Tillayev mazkur xabarlar yuzasidan yuborilgan so'rovlarga javob bermagan. Ma'lumot uchun, Lola Karimova, ya'ni Lola Tillayeva otasining vafotidan so'ng turmush o'rtog'i Temur Tillayev va farzandlari bilan AQShga ko'chib o'tgan. U masofadan turib, Sen yolg'iz emassan fondi hamda Islom Karimov nomidagi Respublika xayriya jamoat fondini boshqarib keladi. U AQShda The Harmonist attorlik buyumlari brendiga asos solgan deyilgan xabarda.